Poytaxtimizda yana bir zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi o'z ishini boshladi. Renessans hududida Renessans bog'chasining ochilish marosimi tashkil qilindi. Bayram tadbiri davomida universitet bitiruvchilariga diplomlar topshirildi. Tadbirda zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichlari, yoshlarning kelajakdagi imkoniyatlari va ta'limning uzviyligi haqida so'z yuritildi. Yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Toshkent shahri Shayxontohur tumanida yangi Renessans bog'chasi bolajonlar uchun o'z eshiklarini ochdi. Davlatimiz rahbarining Shayxontohur tumaniga tashrifi davomida hududda 6 ta maktabgacha ta'lim dargohini tashkil etish bo'yicha berilgan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida Renessans bog'chasi yangidan qurilib, zamonaviy talablar asosida to'liq jihozlandi. Maktabgacha ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun tegishli litsenziya olinib, bog'cha belgilangan tartibda foydalanishga topshirildi. Joriy o'quv muvaffaqiyatli tamomlagan Renessans universiteti talabalarining bitiruv kechasi ham tashkil etildi. Hozirda universitetda bitiruvchilarning bandligini ta'minlash va ularni mehnat bozoriga samarali integratsiya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bitiruvchilarning 94% dan ortig'i o'z mutaxassisligi bo'yicha ish bilan ta'minlangan. Bu ko'rsatkich universitetda berilayotgan ta'limning amaliyot va mehnat bozori talablari bilan uyg'unligini aks ettiradi. Yoshlarga davlat siyosatini amalga oshirish borasidagi islohotlar natijasida muhtaram Prezidentimizning Shayxontohur tumani faollar uchrashuvida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Renessans ta'lim universiteti qoshida Renessans bog'chasi ochildi. Renessans ta'lim bog'chasi zamonaviy shart-sharoitlarga ega holda barpo etildi. Mazkur bog'chada Xitoy ta'lim tajribasi, Finlandiya ta'lim tajribasi va o'zimizning milliy ta'lim tajribasi asosida farzandlarimizga ta'lim tarbiya beriladi. Bundan tashqari bugun universitetimizda bitiruvchilarga diplom topshirish marosimi ham tashkil etildi. Bu o'quv yilida universitetimizda 2,5 mingdan ortiq talaba yoshlarimiz 31 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha tamomladi. Universitetimiz hozirgi kunda yoshlarga zamonaviy ta'lim berish borasida Buyuk Britaniya, Xitoy, Turkiya kabi davlatlarning oliy ta'lim muassasalari bilan akademik almashuv, mobillik dasturlari, qo'shma ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash ishlarini yo'lga qo'ymoqda. Ayni paytda universitetda 3 ta kampus, 3 ta fakultet va 10 ta kafedra faoliyat yuritmoqda. 100 dan ortiq ta'lim yo'nalishi hamda 30 dan ziyod magistratura ixtisosligi bo'yicha 12 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda. Bu universitetda Renessans universitetida o'qiganimdan juda ham mamnunman. Bu o'qish menga oilaviy baxt, xotirjamlik berdi, orzularimga erishtirdi. Bu orzularni qanchadan qancha talabalar kutganlar bor. Menga yetishtirdi. Meni qo'llab-quvvatlagan ustozlarimga hammalariga rahmatlar aytaman. Xorijiy til va adabiyot yo'nalishida o'qidim va sertifikatlarga ega bo'ldim. Maqolalarimni ham sertifikatlari bo'ldi. Men bu universitetda o'qib, oliy ma'lumotli bo'lganimdan juda ham xursandman. Kelajakda magistratura yo'nalishlarida ham shu Renessans universitetida o'qish niyatlarim bor. Bitiruv oqshomi juda ham esda qolarli kun. Sababi universitetni imtiyozli qizil diplomga bitirdim. Birdan o'tib ketdi. Har kuni darslar, mashg'ulotlar, seminarlar bo'lib, qanday o'tib ketganini ham bilmay qoldik. 4 yil davomida ustozlarimdan o'zimga kerakli bo'lgan juda ham muhim va kerakli bilimlarni oldim. Tajribalarimni va o'rgangan ilmlarimni albatta amaliyotda sinayman. Diplom oldik shu bugun. Bu diplom nasib bo'lsa agar kelajakda O'zbekiston uchun xizmat qiladi. O'zimiz ham mehnat qilamiz. Nasib bo'lsa agar bu yil magistraturaga topshirib, undan ham balandroq cho'qqilarni zabt etishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda ish faoliyatim tadbirkorchilik bilan shug'ullanaman. Bitiruv oqshomining badiiy qismi san'atkorlar ishtirokidagi bayramona konsert dasturiga ulanib ketdi. Kuy, qo'shiq va chiqishlar bitiruvchilar, ularning ota-onalari hamda mehmonlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Farzandining bugungi yutug'ini ko'rish ota-ona uchun katta faxr. Bitiruvchilar esa qo'llaridagi diplom bilan yangi bosqich sari yo'l oldilar.